Do'zi yetimlarga muborak bo'lsin. Mening ismim Sarvinur Siraziddin. Bugun kitob o'qish partiga Suwayba meni chaqiribdi. Bugun O'yinchi maymunchaq degan kitobni o'qib beray. O'yinchi maymunchaq o'rmonda meva yeb zerikib qolibdi. Yerda unadigan kunak, suvda uzadigan berak yurgisi kelibdi. Kunak terishini ginay deb bir itizga kelibdi. Da kunak yavatgan o'g'iz aka manga kunak terishini o'rgatgin debdi. O'g'iz ma'qul bo'lib mo'labdi. Kunak terishini uchun ikkisi yerda ag'dirib sapan so'rabdi. Maymunchaq birdan esirab kunak terish qiyin deb qochibdi. Manga maymunchaq bir eroqqa bu yo'lga kelibdi. Da bilan yavatgan o'rdakdan manga berak tutishni o'rgatgin debdi. Buramdi. O'rdak qo'shilibdi. Maymunchaq birdan berak ko'rib zerikibdi. Shundan bilan berak tutishni tashlab bozorga ketdi. Maymunchaq bozorda berak yeganning og'ziga qarabdi. Kuchuvasi yeganning tishini sanabdi. Ba'zida berak tutishni, ba'zida yer terganni, do'lab haqlarni ko'rdiribdi. Kishilar uni kunak mardiki berak qasirligini bilib ko'ndiribdi. Uzoq turmay maymunchaq qafasda uyun qo'yishni boshlabdi. Shundan keyin nada kishilar chalsa shu yerda aylanamiz. Keyingi faoliyatga Turkanay Ahmad bilan Subinur Siddiqni chaqiraman. Rahmat.